Andijondagi paxtachilik oliy o'quv yurtiga agronomiya fakultetini o'simliklarni himoya qilish bo'limiga o'qishga kirishga nasib etgan. Endi avvalambor bu kasb tanlashga o'zimda qiziqish bo'ldi. Shu davomida juda ko'p karantin obyektlarining kuzatuvlarini olib bordik, hujjatlarni rasmiylashtirdik va shu orada mana bu kelinchakgul degan rus tilida malacha deyishadi. Men birinchi bo'lib aniqladim va bu obyektga qarshi kurashish ishlarini keng ko'lamda amalga oshirdik. Karantin obyektlar ro'yxatiga kiritilgan va buni aniqlashga o'zim hissamni qo'shganimga men g'oyat xursandman. Men institutda o'qish jarayonida talabalik vaqtimda birinchi ustozim Aliyev Shavvoz Aliyevich. Ustozimdan hozirgacha kamchiligim bo'lsa, boshqa bo'lsa ustozimni hozirgacha men maslahatini olib turaman. Oliy o'quv yurtida ishladim. Juda ko'p shogirdlar, diplomantlar chiqardim. Bular hamma sohada, qishloq xo'jalik sohasida yuqori lavozimlarda ishlab kelmoqda. Ulardan biri mana shu o'zimning o'simliklar karantin inspeksiyasidagi Abdullayev rahmatulloh meni shogirdim bo'ladim. Shogirdlarim bulardan tashqari juda ko'p. Sanog'iga yetmayman. Chunki O'zbekiston bo'yicha shogirdlarim bor. Juda ko'p yuqori lavozimlarda ishlayapti. Men ularni yuqori lavozimda ishlayotganiga xursandman. Oilalarimiz chiroyli bo'lib yashashyapti. Farzandlari bilan menga bundan oshiqcha quvonch bormi? Ustoz bo'lish o'zi oson emas. Ustoz bo'lish uchun siz ana shu shogirdingizga namuna bo'lishingiz kerak. Har tomondan namuna bo'lishingiz kerak. Oilaviy tomondan ham, ish yozishingizdan ham, kiyinishingizdan ham, so'zlari gapirib, unga nasihat qilishingizdan ham hammasini o'ziga yarasha me'yor degan narsa bo'ladi. Shu me'yorga qarab suhbatlash kerak. Me'yordan oshib ketsa, uni ham o'ziga yarasha o'xshashligi bo'lmaydi. Albatta, mana boshqasi bosib o'tganda o'ylanib qoldim-da. Qarang, ustozlik darajaga yetguncha shuncha to'siqlarni bosib o'tdim. Meni ustozim ham shu to'siqlarni bosib o'tgan ekanda. Ancha qiyin bo'lgan ekanda. Tarbiyalab voyaga yetkidiz deb ustozimga tan berdim. Hozirgi yoshlarimizga o'zini ustida ko'proq ishlashni tavsiya qilaman. Kadrda o'zida ishtiyoq bormi? U demak kelajakda ajoyib mutaxassis, ajoyib ustoz bo'lishi mumkin. Yiqilsang qo'lingdan tutadi, sog'inib yo'lingni kutadi, duosi ko'klarga yetadi. Ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Avaylab tuzatar xatoni, tanitar senga keng dunyoni. Oftobdek issiqdir ruxsori, ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmi? Oilasimiz, bola chaqalari bilan, ota-onalari bilan hamisha tinch, sog' salomat bo'lib, yaxshi kunlarga uchrashish nasib qilsin. Alloh